Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bitta o'ynaylik siz bilan. Bittami? Bo'lmasa ikkita. Ya ikkita yaramasangiz kerak. Siz teshik ekansiz-ku. Tavakkal tashlayverasizlar. Qiziq-yu, mazza, siz ham umringiz uzoq bo'ladi, bilasizmi, Nafisaxon? Nimaga? Setinchi. Farosatingiz yo'q-da. Yo'lan umri uzoq bo'ladi. Ha, yoningizda bitta donator bo'lmasa, men 100 ta odam bilan o'tiribman, deb kelib turib, mana 128 megabaytli miyangizda hozir pompaloqqa ulansam, meni gap bilan yedirib yuboradi, bittanta poddeshkam yo'q demaysizmi o'zingizga o'zingiz? Ha, miya yo'q sizda, aytsa. Qasi hali ko'rmadim, mana donator yo'q-da aka. Ha, siz ham qizlarga o'xshab sevaman, o'laman, kuyaman demaysizmi? Yo'q, kimgadir ana uchinchisi bo'lib kirsammikini? Bironta donator. Shu paytgacha donator bo'lmagan. 2019dan beri bittanta donatingiz bo'lmasa, g'irt bir latta qiz ekansiz-da. Bitta emchak kichkina, bitta kattalarni ham donator bor hozir. Like. Mazza qilaman-da, kayfiyatim ko'tariladi siz ko'rsam aka. Bitta donator topib bering aka. Teshikni yopdim deydi. Efir biz anaqa agentство ochdik-ku donator topishlik bo'yicha. Ha, ochdilaringizmi? Zo'r-ku. Ariza bilan murojaat qilib qo'ying. Inobatga olib qo'yamiz. Bo'ldi. Qayerga ariza yozishim kerak edi? Meni profilimga ariza yozing. Shu qanaqa turdagi donator kerak? Mana shu tizzasiz bilan turib olib kalla tashlaydigani kerakmi? Yoki men bor ekanman bu qizni hech kim xafa qila olmaydi deydigani kerakmi? Yoki redki kirib turadigani kerakmi? U turlari bor-da, parametrlari bor. Hech kim yeydigani kerakmi? Zilchkangizga yozib qo'yaman, variantlarni o'zingiz keltirib berasiz-da. Keyin men yo'nalishlarni o'rgataman. Masalan, bir ikkita podarka urgandan keyin endi sizdan nima ketdi endi shu bo'layini bir bo'lsin deyapsiz-ku. Va narxini ham ayting, narxini ham aytib o'ran, nech puli borligini, keyin bir $10,000 sarflab turib uchrashuv taklif qiladigani kerakmi? Holatga qarab. Keyin yo'nalishlarni o'rgataman men. Siz qayerda edingiz, Nafisa? Men asli Jizzaxlik, Toshkentda yashayman. Bo'ldi, tem bo'ldi. Haligi masalan Dubayga nimaga ana Turkiyalarga shunday uchib kelaverasiz, borib kelish muammo emas, zagraningiz bor-a? Ha, zagran bor. Chunki Amerikaga vizangiz yo'q, u yoqdan u keladi, bu yoqdan siz borasiz, shunaqa nimasi bo'ladi-da. Keyin qanaqa qilib donatorni qanaqa qilib bog'lab olishni o'rgatamiz. O'zimizning maktablarimiz bor. WhatsAppda masalan jonim asalimda gaplashishadi-yu, gaplashganda asha nozik joylarni ko'rsatayotganda iloji boricha uni betini tushirib oling. Videoga betini tushirib olsangiz, keyin Telegramga, WhatsAppga otib qo'yasiz. Jonim, agar boshqaga ursangiz, mana videoingiz tarqab ketadi desangiz, mana shunday efir ochingizga kelib o'tirib oladi. Efir qayerda edingiz aka? Ha, men o'rgatamiz-da biz. Keyin bir ikkita qiz tayyorlang, ikkita, uchta moderator qizlardan qilib qo'ying. Haligi til osilib yuradigan qizlar bor-da, qaysi kimdir efirida urayotgan bo'lsa, sizga skrinshot qilib tashlaydi. Mana shunaqa qizlardan ham tayyorlab qo'ying. Mana itga o'xshab, "Voy, mana donatriz mana u yerda urdi. Boshqa qiladigan ishi yo'q. Uni bola chaqasi yo'q, faqat itga qo'yadi." Ana shunaqa qizlardan bir ikkitasini tayyorlab qo'ysangiz, shu bilan oshingiz olchi. Hayotijonim, assalomu alaykum. Shuni aytaman-da, ana motivatsiya, ana shans. Yo'q, menga bo'laveradi. 3-4 tasiga ham urib, aylanib meni bir ko'rib ketadigani bor desangiz, unaqasi ham.
Siz anaqa u shartlar qanaqa bo'ladi mendan? Yo'q, shart yo'q. Prosta masalan efirda o'tirishingiz, efirda olib borishlaringizni biz dars qilib o'tamiz. Kelganda yaxshi gapni gadolari bor-da. Endi kelganda "Aka" deysiz. Padarka urganda padarka urganda "Yaxshiyam, siz borsiz." Ashnaqalarni o'rgatamiz biz. Efirda o'zingizni tutishlaringizni, efirda keyin masalan topoviy videoshiylar bilan dugona qilamiz. Masalan, dugona qilamiz, obmen qilasiz, tushganini hammasini o'zingizni mana jig'ildoningizga tiqmasdan bir ikki kasini obmen qilib turib, haligilarni oldiga borib, druziya bo'lib turib, siz yo'qlagani keldim-da deb bir yurakcha bir narsalarni o'rtasida ashita donator ovlaysiz. Uni ham o'rgatamiz. Ashib nimalarini ham o'rgatamiz. Keyin nimalar bor? Kundalik kun tartiblari bor. Har kuni ertaman bizda kechqurun bo'ladi. Amerikada eshityapsizmi gapimni? Ha, eshityapman. Siz eshityapsiz. Har kuni ertaman bizda kechqurun kechki payt 5 larda ularda tong otadi. Обязательно telefon qilib, "Jon, yaxshi yotib turdingizmi?" Hol so'rashlarni o'rgatamiz. Yolg'on takamdan bo'lsa ham, "Nima yedingiz?" Ashlarni ham o'rgatamiz. Endi tayyorlayman desa, "Yo'q, videoda ochib qo'ying, ko'ray nima yeyotganingizni. Menga hamma yoqni urib, g'amiga tiqib qo'yib, siz roldan yeyishingizni men ko'rishim kerak" demasligingiz kerak. Efirni tugatganingizdan keyin ham endi pul topish kerak, iloji yo'q. Efirni tugatganingizdan keyin ham chiroyli kiyinib, atrupalarni, pardozlar joyiga qo'yib, chunki mana TikTokdagi effekt bilan u WhatsAppda effekt yo'q-da. Yo'l qo'yin, u bilan gaplashib ketishingiz kerak. Yolg'on takamdan bo'lsa ham, "Voy jon, qor zo'r yog'yapti-ya, qiynalmayapsizmi?" Bunaqa gaplar. Ularni biz o'rgatamiz. Masalan, qaysi donator necha ming maylga nima oladi, yuk oladi. Endi yukiga ham e'tibor beramiz. Masalan, nozikroq yuk olgan bo'lsa, qimmatroq yuk olgan bo'lsa, uni ehtiyot qilib o'sha 1000 maylga olib borishingiz kerak. Oson emas pul topish. Ora-orada uni nimasi hisob qoladi, boshqa bo'ladi. Nima deydi? Mana qilgan, ana qilgan desa, nomiga faqat yuzingiz tushib qolmasin, ertaga tarqab ketib qolib, yana biza agentstvamizga a'zo bo'lib, rasmlaringiz chiqib ketib qolsa, biz diqqat qolamiz. Chunki biz sertifikatlashimiz kerak-da. Keyin yana shunaqa donatorlar bor, shu pasidan tanishadi. Chunki hammasi bir-biriga otib yurishadi, "Palonchinikimi deydi. Nomiga bir hol-pol bir narsalar qo'yib oling. Masalan, mabodo tarqatib yuboradigan bo'lsa, bu meniki emas, holi bor menikini deysiz. O'zakini bittasi kichkinalarda ana shuning uchun bor ekanda donat. Men qarang, o'sha bittasi katta, bittasi kichik emchakliklar ham donator topyaptimi? Bu degani. Siz chippa chiroylisiz, badbasharalari ham topyapti. Sabab. Отношения, munosabat. Inson masalan bitta maymun bilan gaplashib o'tirsangiz ham maymunni ham yaxshi ko'rib qolasiz. Gaplashayotganda jinni inqillab qo'yasiz-da. Bari ayol kishida bo'ladi-yu, nozni. Masalan, "Qaniysiz?" deb qo'ysangiz, inqillamasa bo'lmaydimi? keyin ora-orada onangizmi, bolangizmi, keyin qanaqadir o'zingizdami kasal bo'lib qolishingiz kerak. Yolg'on takamdan ishontirish kerak-da. "Og'riyapti" deysiz. Qanday kulay? Kulish ham hali noz karash mana bu. deb kuladi. Bilasizmi? Ha deb kulganlari past katta bo'ladi. Bu praktikada bo'lgan. Assalomu alaykum yangi kelganlarga. deb kulsa, to'g'ri ekan deb o'ylaydi.
to'piy anaqada yurgan nimalarni ashi pastlari mashhur. Keyin o'zingiz ham tanib qolasiz. Ha, u falonchixonniki-yu deysiz. Bir-biriga Hamma tashlashdi. ha, bir-biriga tashlashadi. Voy falonchixonniki-yu, voy deysiz. Voy deb bilasa qildiribdi. Qaysi lazerga boryapsiz deb bir-biri bilan gaplashasiz keyin. Ha, sekin-sekin o'rganib ketasiz. Rostdan. Keyin to'pda yurganingizdan keyin, to'pda yurib podarkalar olganingizdan keyin o'zingizni efiringizni страховка qilishni o'rgatamiz. O'sha menman degan dugona vidushilar bor-ku, efiringizga kelib, "Nafisaxon, sizdan bir xabar olib ketay dedim-da" deb ponchi-monchi yurak-yuraklar, "Jannatim senim" deydi, lekin maqsadi boshqa bo'ladi. Sizni donatoringizni ovlash bo'ladi. Siz efiringiz tugagandan keyin u donatorga lichkasiga yozadi. "Voy, bu Nafisa yomon, ikkita holi bor buni" deydi. Shuning uchun shu har bitta donator bilan individualniy shug'ullanish kerak. Oson emas pul topish. Qiyin ekan. Da, конечно qiyin. O'zi emas. Ana keladi-da, bir ikkita, uchkani nima qilib turib, abin qo'yib turib sizdan xabar olgan kishi bo'ladi-da, ponchi-monchi yurakchalar uchi-muchi otib o'tiradi, lekin maqsadi boshqa bo'ladi. Maqsadi siz hal do'lta bo'lmasligingiz kerak-da, sho'strik bo'lishingiz kerak-da. Gap boshida sho'rtumshikka o'xshab, oddiy mana o'tiribsiz-ku hozir. Lekin o'zingizga qarashingiz oshgandan keyin donat ko'payadi. Donat ko'payishni boshlaydi. Uni ham o'rgatamiz. Misol uchun bitta donator bilan sevishib, uchu-muchu qilganingizdan keyin ikkinchi donator siz chiroyingizga jinnida, masalan, chiroyiga jinni bo'lib o'tiradiganlar bor-da, kirib urayotgan paytda birinchi donatoringiz kelib sizga haligi smartcha tashlaydi. Achchig'i kelgan smartchani tashlaydi-da, deganda keyin sразу обязательно ikkinchi telefon yoningizda bo'lsin. Esingizdan chiqarmang. Shunday WhatsAppdan yozingda, qo'yavering, ko'nglim sizda-yu, men buni pulini olay deng. Ashunda ana do'lta donator baribir ko'ngli menda deb sizdan ketmaydi. Qarang. Men ayol kishi bo'lib shuncha narsani bilmas ekanman, qarang. Ko'ring-yo. Keyin mana videolaringizga ham e'tibor bering. Jonim, sizni sog'indim. Shunga o'xshash videolar qo'ysiz, ma'da 5 ta donator menga aytayapti deb o'ylaydi. Siz hech qaysinisini atmetga qilmang. Shunday qo'yibdi hali ishva bilan. Desangiz, u beshalasi ham menga aytayapti deb o'ylab kelib uraveradi. Gap yo'q ekanda. Ha, shunaqa narsalarni o'rgatamiz. Biz agentstvamizdan shu paytgacha birortasini olib chiqib ketmadi. Chakana jeylarni chiqardikmi? Men degan jeylarni chiqardik. Ha, rost.